Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Ve ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbal alamin. Bugün kelgen dersimiz bolsa Durusul Balagha namlıq balağat sahasıga yeni qadam algan o'quvchilar uchun tayyorlangan bu kitobchaning خلاف مقتضى الظاهر إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر degan ilmul maani babının en ahirki xatimesi keldi. Şunalımı? Biz 5'te balağat bilimini qancha qism bo'lgan edik? 3 qism bo'lgan edik. Ilmul maani, ilmul bayan, ilmul badi' deb. Ilmul maani degan so'zlardan chiqadigan ma'nolar. Sözler bir sözden çıkılan bir qancha ma'no mesela. İlmul bayan degan, yani bir ma'noni bir qancha söz bilan, bir qancha lafz usul bilan ifodalash, bayon qilish. Bir ma'noni, o'xshash bir ma'noni o'xshamagan uslublar bilan ifodalash ilmul bayan. Ilmul badi degan-ku, shu ilmul maani bilan ilmul bayonni ishlatishdagi so'zlarning chiroyli shakllari. Chiroyli shakllari. Endi biz bugungi darsimiz bo'lsa şu ilmul maanining en ahirki xatimesi. Bu dersni başka kitaplarda bazıda haber, inşallah haber degan envaul haber, haberning turlariga ishara keltirib, tushunarlimi? Miyada ayrim so'zlarni tushunmay qolmasin deb ayrim keltirib qo'ydi, bo'lmasa xabar bilan aloqasi bor buniki. Istifhom keltirish, xabarda masalan nima degandik boshida? Agar bizning so'zni anglab turgan odam zehni xoli, yani zihni xoli deganimiz nima? Inkor qilmagan. Zihni xoli degan gap hamma gapning xoli emas, ya'ni inkor qilmaydigan, bizning xabarimizning ma'lumoti yo'q, xabarimizga nima qilmaydigan, inkor qilmaydigan odam bo'lsa, xabarni qanday keltiramiz? Ta'kidsiz. Masalan, Zaydun qoimun yoki qoma Zaydun degandek. Masalan, qarshi taraf Tumurbek masalan, meniki Zayd qopti degan xabarimga inkor qilmaydigan bo'lsa, normal holat bo'lsa, qanday keltiraman xabarni? Ta'kidsiz holatda. Zaydun qaimun deb keltiraman. Agar bu shakti bo'lsa, Zayd qopqanmidi, qopmaganmidi degan shakti bo'lib qolsa, qarshi taraf Tumurbek, qanday keltiraman? Inna Zaydan qaimun deb keltiraman. Agar Tumurbek Zaydni qopmadi deb bilib olgan, inkor qilgan, Zaydning qopqaniga, turg'uniga inkor qilgan bo'lsa, qanday keltiraman? Inna Zaydan la qaimun deb. Tushundingmi? Yani şu inkarga bakıp, inkar qancha kuchlangan sari shuncha ta'kid bilan keltiramiz xabarni. Xuddi Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomning qissasida Musa alayhisalom Xizr alayhisalom dedi, sen men bilan birga mana shu qodir bo'lolmaysan deganda, ya inshaalloh qodir bo'laman deb mangdi. Birinchi qadamda azroq nima bilan keltirdi? Alam aqul laka. Birinchi qadamda Xizr alayhisalom nima dedi? Musa alayhisalom nima dedi? Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda degan vaqtida Xizr alayhisalom Musa alayhisalomga qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yani inkor qildi. Birinchi qatim inkor qildi Xizr alayhisalom. Inkor qilganlik uchun innaka inna deb bir ta'kid. Lan tastati'a lan ikki ta'kid. Keltimi? Bununkin Musa alayhisalom dedi, "Setajiduni inşallah sabira ve la asilaka amra" dedi. Unudikin bular bir kimiga chiqib, kimining shelni Xizr alayhisalom so'rayotganda, uningga Musa alayhisalom inkor qildi-da, "Sen mushu kimining ahlini g'alib qilib o'tay deb shelni umurvatdingmi? Sen g'alati bir ishni qilding" degan vaqtida nima dedi? Ikkinchi qatimda Xizr alayhisalom qala alam aqulaka, birinchi qatimda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra degan edi. İkinci qatimda qala alam aqul laka, alam. Yani basabda innaka degan edi. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra degan bas. Innaka ni keltirgan edi. Mana ikkinchi qatimda shu alam, istifhom lam aqul laka. Alam aqul nima degan emas. Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra dedi. Yani nima deb aytdi? Alam aqul. Alam aqul degan ma o istifhom inkarni ma ta'kidni kuchdan ziyoda qildi. Undan keyin 3-chi qadamda kichik odam buni o'tayotgan vaqtida nima dedi?
Kâle elem ekul leke. Elem ekul leke inneke len testati'a meyye sabra. Kâle elem ekul leke. Meğerdir lekeni ziyade kıldı. Beşide kâle elem ekul inneke len testati'a degenidir. Şucuk en yukarı pellik çıkan dedi. Kâle elem ekul leke inneke len testati'a meyye sabra. Şunu olma. Demek aşım haletli de kazasını bilip inkar kancı kuşan kendisini şunca tekitini, haberini şunca tekitlep keltiriş degan nima bu balogat, fasohat qoidasi. Bu shuni nima deymiz? Xilofu az-zohir, ya'ni ixrojul kalam ala xilofi muqtada az-zohir deb ataydi. Xilofu az-zohir deb qisqartirib bilsak, xilofu az-zohir. Asli bir qiz gap bilan tushunsak bo'ladi, lekin ahvol holat shuni taqozo qilganlik uchun biz asli holatdan o'tkilib boshqa holatga o'tdik. Bu shunday gapimda. Xo'sh, iradul kalami ala hasbi ma taqaddama min al-qawaidi yusamma ikhrajul kalam ala muqtada az-zahir. Biz 5 ta balog'at fasohatiga nima deganda nima dedik? Ya'ni so'zni holatning taqozosiga uyg'un so'zlash nima dedik? Balog'at fasohati dedik. So'zni holatning taqozosiga uyg'un so'zlash nima? Balog'at fasohati dedik. Endi kalam nima dedik? Kalam ne? Cümle demekçi. İlgili o'tgan qoidalar e'tibor bilan ilgili o'tgan qoidalar bo'yicha keltirish so'zni ilgili o'tgan qoidalar bo'yicha keltirish so'zni zohirning taqozosi, zohir degan tashqi ko'rinishning zohirining taqozosi bo'yicha chiqarish deb ataladi. İhrojul kalam ala muqtada zohir deb. Chunki ihrojul kalam ala muqtada zohir mavzu ism kalam tamam. Ataladi. Vakat taqtadil ahvalu bazı da ahvallar holatda bir narsa bizda. Tushunoma gapni zohirning taqozosiga bekib chiqarish degan bir gap bo'lsa, ba'zida bizda ahvol holat bor. Tushunoma ba'zida holat uni qarmishisini talab qilgan shu holat shu chaqdagi hol shu vaqt ushbu vaqtning o'zi mal so'zni taqozo qilmaydi, uni aksini taqozo qiladi. Faqat ba'zida holat mushu zohirning taqozosidan oqlab o'tishni taqozo qiladigan ish bor. Va shu vaqtida va yuradul kalamu ala xilafihi. Shu chaqda kalam shu zohirning taqozosining xilofi bilan keltiriladi. Zohirning taqozosining xilofi bilan keltiriladi. Fi anva'in maxsus degan maxsus turlardan da. Biz xorij keltirmaydi sanday. Og'iz kelganda desa bo'lmaydi, lekin shunday qoidalar bor. Shu qoidalar bo'yicha zohirning taqozosidan chiqib boshqacha keltiramiz so'zni. Maxsus holatlar. U holatlar tuvandikicha. Birinchi holat minha. Mushu gapni zohirning taqozosidan chiqib, uni zohirning xilofi bilan keltirishniki ulardan biri tanzilul alimi bi faidatil xabar. Tanzilul alimi bi faidatil xabari aw lazimiha manzilatal jahili biha. Yani xabarning foydasini biz her qanday bir xabar vermoqchi bo'lsak, bu xabarning bir foydasi bo'ladi, tushunamizmi? Bir foyda. Foydasiz gap xabar bo'lmaydi. Xabar yana bir foydasi bo'ladi. Mushu xabarning foydasini biladigan odamni yoki mushu xabarning foydasidan lozim qiladigan narsani, foydasining o'zini emas, shu foydasidan lozim qiladigan bir narsa bor. Foydasidan lozim qiladigan narsani biladigan odamni shu xabarning foydasini yoki shuning foydasining lozimini bilmaydigan odamning o'rniga tushirib qo'yish. Tushundingmi? Biladigan odamni biz bilmaydigan odamning o'rniga tushirib qo'yamiz. Nima ish qilsa? Li adami jarayanihi ala mujabi ilmihi. Ya'ni bu shu xabarning foydasini biladigan odam, o'sha biladigan ilminiki ta'limi bo'yicha mangmaganlik uchun. Ya'ni bilgandikin bilishga loyiq ish qilsa bo'ladi. Bilib turib bilmaydigandek yugandikin, bu bilmaydigandek yugandikin, buni biz gap qilganda bilmaydigan odamniki qatorga qo'shib gap qilamiz. Masalan, bir olimdan birisi qattiq olim, olimdan birisi kalti kiyimni kiyib, so'ng qanday nachar chakini kiyimni kiyib mansa, unga odamdan birisi ondan "Hey, masalan, desi, efendim bo'lib ketibsizlar" degan yoki efendim desi masalan biz masalan yana chakin odamni qanday chaqirsa, masalan olim degan narsani deb qo'y, "Damollam, qorim, og'indoqchamda efendim" deb qo'ydi. Efendim deb qo'ygani nima degan gap? Ya'ni buni xuddi hech qanday diniy ta'limoti yo'q, tikrak chaqirgan gap masalan. Ondan
Şunun o'xshatyapti dedi. Masalan shuningdek. Fayulqa ilayhi an bu kishiga ya'ni bilib turib, biladiganning taqozosi bo'yicha mangmay bilmaydigan odamdek manganlik uchun buningga xabar kama yulqa ilal jahil xuddi jahilga xitob qilingandek xitob qilinadi. Xabar buningga jahilga ilqa qilingandek tashlangandek tashlanadi. Masalan, ke qavlika masalan, sening qavling o'xshash lima yu'di abahu. Bizning dadasiga azor bergan odamga hada abuk. Masalan, hada abuk. Tushundingmi? Hada abuk degan gap, bu odam o'zining dadasi keligini bilmamdi. Biladi, hammadan biladi. Aqli odam o'zining dadasi keligini biladi, balkim aqli yo'q odam bilishi mumkin dadasi keligini. Bir adam dadasiga azor berib, dadasiga haqoratlab, tillab yoki dadasiga azor berib turgan bo'lsa, aziyat berib turgan bo'lsa, shuni buni ko'rgan odam bilsa, hada abuk, madadingiz boqma deb qo'ygan degan gap. Uni dadasini bilmamdi u, biladi. Endi nima ishqa bunday deydi desa, sizdan bu dadingiz tursa, xuddi dadingiz emasligidek buni azor berib tursiz, dadingiz boqma, bilib oling deb, ya'ni buni qattiq nima, ajoyib ham deydi. Bu aqlsiz, hayvonning qatori chiqqan gap. Siz dadingiz ekanligini bilmayapsiz, dadingiz bor, sizning dadingizni hurmat qiling degan, ya'ni gapga paxtaning ichiga bombani gap otganday gap ham. Adasizlarga. Ma'quldan keyin men chiqadigan, uy ko'rib, o'ylab baqsa, kechikda juyaklar ag'ib yotganini tatlab yotolmaydigan, bular quvvatli gap ham, kuchli gaplar. Va minha tanzilu g'ayril munkiri manzilatil munkir. Endi inkar qilmagan odamni, inkar qilgan odamni o'rniga tushirish. Masalan, iza laha alayhi shay'un min alamatil inkar. Ya'ni mutakallimga inkarning alomatlaridan bir narsa ko'ziga chiqib qolsa yoki shu bu inkar qilmagan odamning ustida inkarning alomatlaridan bir narsa ko'rilsa, fayuakkidu lahu. Shuning bilan uningga biraz inkarni kuchlantirib qo'ydi. Fayuakkidu lahu, uningga uni xabarni biraz kuchlantirib qo'yish kerak. Kuchlanmanda besh dedim u xabarni ba'zi talab qilganda kuchlantirib keltiramiz, inkor qarab kuchlantiramiz deb. Ammo beshdiki masalan ma'ni farq qilmasan, beshdiki nima edi? Olimni jahilni o'rniga tushirish edi. Ma'nocho inkor qilmagan odamni inkor qilgan odamni o'rniga tushirish. Nima ish qilsa, inkor qilmagan odam lekin buniki yurishtirib qarasa xuddi inkor qilgandek ko'rinib olsa, inkorning alomatini biz ko'zimizga kelib qolsa, shu chog'da nima qilish? Uni inkar qilgan odamning o'rniga tushirib turib jumlani ta'kidlab keltirish. Tushunarmi? Jumlani kuchlantirib, ta'kidlab keltirish. Chunki biz inkar qilgan odamni jumla qanday keltira olgan? Ta'kid bilan kuchlantirib keltira olgan. Tushunarmi? Shu qoidasini tutganmisan. Masalan, she'rda nima debdi? Jaa shaqiqun 'aridan rumhahu inna bani ammika fihim rimahu. Shaqiq degan odam o'zining nayzisini bilamsizlar? Urush jang qilgan. Nayzini to'g'risi qo'ygan holda keldi. Inna bani ammika, shubhasiz inna deb yerda inna bilan kuchlantirib xabarlayna. Ben inna shubhasizki sening tog'larining o'g'illarining ichidimi rimah nayzi olmag'ima deb yerdagi jumlani inna bilan kuchlantirib, xuddi inna bilan kuchlantirganda nimani ko'rsatdi? Ya'ni buni inkor qilgan odamniki o'rniga tushirgan bo'ldi. Shaqiq bu yerda shaqiq ma'suz jumlada sizlarniki va tog'amning bolalariniki ichida tog'amning bolalarida nayzi yo'q dedim men shaqiq. Anda demidi? Shaqiq tog'amning bolalarining qo'lda nayzi yo'q degani yo'q. Lekin bu yerda ma shoir nima dedi? Sizning tog'alaringizning qo'llarini ichidami Rasululloh haqiqatan nayzi olmoqma deb inna bilan kuchlantirib keldi. Nima ish qanday qildi? O'ylab qo'yinglar. Qaraydigan bo'lsanglar, shaqiq kelganda nayzisini to'g'risi qilib kelgan. Asli urush maydoniga borgan odam degan nayzini qanday qo'yib keladi? To'g'risi qilib keldi, bu tik ko'tarmag'amdi. Tik ko'tarmag'am, urushmagan degan tik ko'tarmag'adi. Nayzni to'g'risi qilib qanam to'g'risi qanday qo'ydi? Urush yo'qda, bixiraman joyda tashlab o'tgan gap, tashlab ma'atgan gap. Qilichini, nayzni degandan ko'tarib o'tmay, to'g'risi qilib mang'ani, ya'ni bu yerdagi odamda nayzi yo'q. Yoki nayzi bo'lsa ham ishitilmaydi deb ani ko'zga ilmagandek, ya'ni dushmanlarni ko'zga ilmagandek bularga nayzimi ketmaydi, qo'limda joylayman degandek, urushmaydi degandek, bir haqoratlik gap aniki nayzisini to'g'risi qilib kelgan shoir ko'rdimi? Ko'rgandan keyin inna degan ta'kid kalimasi bilan
Cümleni güçlendirip sizniki tuqqanlarınızniki demek ki tağınızın uğallarınıki işidimi neyzi bakma bunu men neyzi işitlerdi. Neyzinizi bile kötürep men bolmasa cahileti sözüne. Neyzi ma'nu kudman. Hakaretlemem bunu cesaretli adamlar bu dep inne bilen inkar kılmısı bu. Ma'nu kılgan işidin inkar kılıp çıkkalık üçün bildirip koy, teklif getirip koydu. Şunu olma balagat fasat yemeydi inçki mesela. Bunu lügatten yoki nahvdan tapanmaysiz bunda gapni. Fakat lan şu balagatdan chiqadi o. Ve kavlika mesela seninki lis-sa'ilil mustab'idi husul al-faraj. Mesela bir faraj nijatlikni, osonlikni, xafalikni ko'tarilishining hosil bo'lishini yiroq sanagan, bu patlaqchi bu yiroq sanagan bir odamning savoliga, yiroq sanab savol so'gan odamningki savoliga sen nima deysan? Innal faraja laqarib deysan. Mesela bir adam qattiq balada qoldi, balaya qolsa, musibatda qoldi. Shuni o'ylasangizki, bu qachon tugaydi bu bala? Qachon tugaydi? Bu bala qachon tugaydi deb so'rsa, shu chaqda bu nima demekchi bu? Sizning bilmay so'moqchimi? Nima deb so'moqchi? Ya'ni yomon uzoqlab ketdi. Bu bala menimcha tugamaydi. Bu tugamaydi deb ayında o'ylab ketgan bo'lsa, shu chaqda al-faraj qarib deb qo'ymay, al-faraj qarib deb qo'ymay, asli qoida al-faraj qarib desa, gap tugaydi. Yani nijatlik yaqindir desa, lekin maniki yiroq sanaganlik uchun asli so'q odam degan nima bo'ladi? Xoli zihin bo'ladi. Shunaqmi? Birasi so'q odam degan asli qoidada bilmagan odam so'raydi. Balki so'di lekin buniki so'g'ani bilan nada qattiq uzoq sanab buning uchun patlaqchi nijatlik kamaydi deb so'rmoqchi. Bu odamga masalan bir odam Turkiston Uyg'urlar qachon ozod bo'ladi desa, bilsa. Qachon ozod bo'ladi Xitoyning qo'lidan desa, oshchaqda nima deymiz? Innal faraja laqarib. Shubhasizki nijatlik pat orda keladi, jazman keladi deb buni kuchlantirib deydigan gap. Allah Taola'dan ümit üzmeslik için. Cenab-ı ümit varlık bo'lish uchun. Mushu nima deb ataladi? Al-khuruju min muqtada zahir. Al-khuruju min muqtada zahir deb ataladi. Onun kenidan ve tenzilul munkiri ev şakki mazdatul ghalib. Mushu cümleden inkar qilguvchini yoki shak qilguvchini xoli zihinga, xoli zihinning o'rniga. Xoli zihni tushunadimi? Xoli zihin deganimiz, yani inkar qiluvchi emas, shak qiluvchi emas deganimiz. Tushunadimi? Faqat bilak narsa ishimiz yo'q. İnkar qiluvchi emas, shak qiluvchi emas. Yani ma'lumot yo'q. İnkar qilayotgan yoki shak qilayotgan odamni bilmayotgan, xoli zihin, yani zihni xoli bo'lgan, inkardan, shakdan xoli bo'lgan odamni o'rniga tushirish uchunmi bunda uslub qo'llanib qoladi. Masalan, idza kana ma'ahu, yani qanday chaqda desa, qachonki mush adam bilan inkar qiluvchi yoki shak qiluvchi bilan men shawahidi ma idza ta'ammalahu zal inkar. Yani uning qo'lida bir shawahid, dalil, hujjatlar bo'lsa, qachon shunda bir ta'ammul o'ylansa, uni inkor yo'qolib ketadigan yoki uni shak yo'qolib ketadigan. Ya buni jiq nima qilgan, jiq tadqiq qilib o'tgan, bu vaqtda to'xtalib o'tgan, keyin qilib esidan nima qilgan, esidan kutalib qolgan degandek, esidan kutalib qilib shuni bilan shu sababdan shak qilib qolgan yoki inkor qilib qolgan. Esidan kutalib qilish sababli inkor qilgan yoki shak qilgan bir odam bo'lsa, shuni aslatib qo'yish uchun, masalan, aslatib qo'yish deganda bir esiga qo'yasiz. Ayda odam esiga qaytib inkor qilgan holatda qanaqa qilgan gap buni xuddi bunda odamga xoli zihin degandek, ya'ni jumlani ta'kidsiz holatga keltiramiz. Jumlani ta'kidsiz asli qoida bo'yicha qanday keltirish kerakda? Asli qoida bo'yicha inkor qilish degan jumlani ta'kidli keltirish kerakda, shundaymi? Endi ta'kidli keltirish kerak bo'lgan odamga agar bir dalil ko'rsa qaytadigan holatda bo'lsa, xuddi xoli zihinga cümleni ta'kidsiz keltirgandek ta'kidsiz keltirish. Masalan, ka qawlika liman yunkiru manfaat at-tibb. Bir odam tibobatniki manfaatiga inkor qilgan bir odam bor ekan. Doktorlikning tibobatning manfaatiga inkor qilgan. Tib deganning foydasi yo'q. Tibning dash foyda qilmaydi hay deb inkor qilib berdim. Aw yashku fiha yoki ash tibniki dashning foyda qilsa shak qilib o'tibdi. Shuna men uningga shuni bilan masalan Tumurbek Nuriddin Bey masalan nima qilibdi? Nuriddin Bey burun bu qo'li qattiq og'rib ketib, men buning bir tib dorisini bilib olgan. Tib dorisini bilib bu saqib ketgan. Qo'li saqib ketgan shundami? Uningdagi uzoq vaqt deb ketdi, bu uni unutib qoldi. Qo'lining saqib ketganini unutib qoldi. Tib dorisini yeb, qo'lining saqib ketganligini unutib qolib, bir kunisi bir yerda bu yeni tadqiq qilib boshqa ishini qilib,
Tüp tarzı yeni bir yakınım dahil etmesinden tüp tarzı payda kılmasa ne degan adam baydı. Tüp tarzı qana payda qilmaydi. Tüp tarzının paydası yok. Digi turgan bolsa men qupaplam nima deb qo'yaman unga? Kim tushunmaylam? Tüp tarzı payda qilama. Ne bu? Tüp tarzı payda qilsam ne kireysi qildi voy. Mana bir dar bergan bu quduqamsa qo'yganda bilan. Ne kirey esiga qaytsin ama. Aynı yerde bunu qanda. İnne deb onu kuchlantirib. İnne tıbba la nafi' deb o'tirmasam bo'ladi. At-tibbu nafi' deb qo'ysam bo'ladi. Tushunarmi? Shunda yerda nima degan asli qoidadan chiqib, asli qoidaning xilofiga chiqamiz. Va minha endi shu asli qoidaniki asli qoidadan chiqib, asli qoidaning xilofiga chiqadigan o'rinlardan biri vad'ul madi mawdi'al mudari. Fi'l madini fi'l mudarining o'rniga qo'yish. Bu Qur'oni Karim adasizmijaq chiqadi. Tushunarmi? Fi'l madini o'tgan zaman fi'lini keladigan zaman fi'lining o'rniga ishlatish. Bakam qanday qilamiz? Yo'q, ne g'aradin? La chuqur bir g'araz bor. Bir muddao bor. Masalan, qanday desak, tanbihi ala tahaqquqil husul. Masalan, birinchi g'araz qanday yerda fi'l muzari ishlatadigan yerga, ya'ni keladigan zaman fi'li ishlatadigan yerga o'tgan zaman fi'li ishlatiladi desa, ya'ni agar mushu kelgusida bir ishning bo'lishi %100 jazman 100% bo'lsa, aşında yerga nima ishlatiladi? Keladigan zaman fi'l madi fi'l ishlatiladi. Masalan, Qur'oni Karimdagi va nufixa fis-suri va nufixa fis-suri fasa'iqa man fis-samawati man fil-ardi illa man sha'alloh. Deganni nima deb aytamiz? Va nufixa fis-suriga aslida emas, surda puydardi degan bo'ldi. Surda puydardi. Sur puydaldimi? Hozir puydalmidi? Nima surda puydaldi deydi Alloh taolo desa, ya'ni li tahaqquqil vuqu'. Surda İsrafil Aleyhisselam'ın surga füydişini ve bu hakikaten mi füydeydi? Rastırlık füydeydi. %100 cezmen füydeydi. Şuna bağlılık için nime dep geldi bege nime yunfahu fis suri dep geldi nime nufiha fis suri dep geldi. Bizim ayet qana ayetimiz nime hakikaten degan ma'ni qo'shib aytib bizda chiqdi. Tushunarmi? Bunda inna degandek bir ta'kid tahqiq ma'nosini qo'shib ma'ni etimiz tarjima qilganda. Shunga surda cezmen püydürüdü. Tamam. Surda cezmen püydürüdü. Osman zimindeki hamilası ülüdü. Osman zimindeki hamilası cezmen ülüdü demeniz. Ama cezmen hakikaten rastla degandek ma'nini qo'shib tarjima qilish kerak. Şu balagat o'qimagan odamning tarjimasi to'g'ri tarjima bo'lmaydi. Masalan, nima deyapti musulmonda? Ata amrullahi fala tasta'jiluhu. Degan Allohning amri keldi. Fala testa'ciluhu onu aldıratmanglar degan yerda ma'nisi degan bo'ldi o'shasida Allohning amri jazman keladi. Tushunarmi? Ma'nisi Allohning amri jazman keladi, %100 keladi. Sizlar aldırmay turinglar. Aldırmay turinglar uni. Cho'qim keladi degan yerda. Bichadimi bu ishning yuz berishi jazman tahaqquqil vusul deb aytamiz. Ev tefaul ba'zida madi mudari'nin o'rniga madi qo'yiladi, qanday yerda tafaul degan gap bunda yaxshi bisharat, yaxshilikning bisharatini elish uchun. Tafaulning ma'nosi yaxshi fal elish deymiz, yaxshi fal elish. Nimaga yaxshi fal elish degan gap, ya'ni yaxshi bisharat elish. Yaxshilikning bisharati deb bilish yoki yaxshilikdan bisharat berish yoki yaxshilikdan bisharat elish uchun nima qilamiz? Umidvor bo'lish uchun nima qilamiz? Fe'l mudari keltirgan yerga fe'l nima keltiramiz? Fe'l madi keltiramiz. Ya'ni duo deb qo'ygan gap bu. Ya'ni yaxshilik Alloh taolaning yaxshilik deb duo qilish uchun degan. Ma'nosi duo ma'nosi bu joyda. Masalan, in shafakallohu al-yawma tadhhabu ma'i ghadan. Deyadi masalan, asli qoida bu qanday keltirish kerakdi? Asli qoida in yashfikallohu al-yawm tadhhab ma'i ghadan. In yashfikallohu. Agar Alloh sana bugun shifolik bersa, sen aytman bilan birga borasan degan asli. Lekin shafaka demeyada yeşfika degan fe'l mudari fe'l keltirmay, shafaka degan fe'l madini keltirdi. Nimishqa littefaul. Yani yaxshilikdan bisharat edish. Xuddi qanday o'ylab, xuddi Alloh taolo buni shifolik berib bo'lgandek. Xuddi Alloh buni shifolik berib bo'lgandek. Ya'ni bundan bir yaxshilikning bisharatini tilash chiqib turdi. Alloh sizga shifolik berar, shuni aytganda. Alloh sizga shifolik berib qolsa, inshaalloh, Alloh sizga shifolik berar. Berar degan ma'no chiqadi, duo ma'nosi chiqadi. Aytib men bilan birga barisiz. Alloh sizga shifolik berar, aytib men bilan birga barisiz demaydi shu. Shart ma'nosini chiqarmaymiz.
Bunundan bir xil yaxshilik tilashni, tushundingmi? Ve aksuhu endi bunun aksi var ba'zida. Nima? Bunun aksi, ya'ni ay vad'ul mudari ay mawdi'al madi. Ba'zi yerda buni mudari ishlatadigan yerga nima? Fe'l madi ishlatadigan yerga fe'l mudari ishlatadigan shu ham. İlgikini dal aksi. Nima uchun bu liqaradin? Bu ma'lum bir g'alaz uchun bo'ladi. Masalan, kastihdari suratil g'aybati fil khayal. Xiyolimizda, tafakkurimizda, tasavvurimizda g'alati bir suratni hozir qilish o'xshaydi masalan. Alloh taolaning qavli masalan, Allohullazi yursilur riyaha fatuthiru sahaba. Degan yerda ya'ni Alloh taolo shunday bir zotki, Alloh taolo shamolni avatib bulutni qo'zg'aydigan zotdir. Mishada qaragan bo'lsam mishadaki fatuthiru yursilu fatuthiru degan ma'namiz fa'atharat degan bo'lmishadi. Arsala riyaha fa'atharat sahaban. Alloh taolo shamolni avatdi. Shuning bilan bu shamol nimani bulutni qo'zg'adi. Bizga nima demoqchi desa, xuddi bir ashyoda mana qaranglar. Alloh taolo shundoq shamolni avatdi-da, shamol bulutni haydadi deb bizga xuddi deyishidi, televizorda ko'rgandek suratda bir masalan ya'ni İbrahim alayhisalom bilan İsmoil alayhisalomniki Ka'bani bino qilgan qissasida قواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Yani aynı çağda İsmail bilan İbrahim nima qilyapti? Ka'baniki o'g'lini kutiryapti dedi. Kutiryapti. Aslida bu o'tgan zamondagi ish, keladigan zamondagi ish emas. Lekin biz buni ayni chaqda İbrahim bilan İsmail Ka'baning o'g'lini kutiryapti. Ular Rabbimiz bizning qonibatimizni qabul qilsan, sen hammani anglag'uvchi, sen hammani bilguchi degach, shu duoni qilg'ach, nimani kutiryapti? Ka'bani kutiryapti deb xuddi bizni ashuni ko'zimizdan ko'rib turgandek holatda kelmoqchi tushunarmi? Bu shunday yerda nima deb atildi? Hali vadini hikoya qilish deb atildi, mudari keltirildi. Tushunarmi? Bu inchga. Lekin sizni kalonni xuddi ana deb desa, ana ular nimani Ka'bani bino qilyapti. Ana ular deymiz, ular o'tgan zaman ular bino qildi. Lekin bizning ko'z oldimizga kelish uchun qilyapti desak, xuddi hozir qilyotgandek, ko'z oldimizga kelgandek holat shakllanadi. Tushunarmi? Bu shunday yerda fe'l madining o'rniga fe'l mudari keltiriladi. Ve ifadetil istimrar fi avqatil madiye. Ama bak köp işletildi nima o. Ve ifadetil istimrar fi avqatil madiye. O'tganki zamonlarda, o'tib ketgan vaqtlardagi istimrar, davomlashni ifodalash uchunmi nima keltiriladi? Fe'l mudari nima o'rniga fe'l madining o'rniga keltiriladi. Fe'l madida davomlash chiqmaydi qarindashlar. Tushunarmi? Masalan, kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqulu. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqumu. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yusalli deb davomli kana yusalli deb kirdi mesela davomli yusalli deb. Shu ma'nosini bo'ldi sizlar. Ya'ni Payg'ambar davomli bunday qiladi. Payg'ambar davomli namoz o'qiydi. Payg'ambar davomli bunda duo qiladi. Bunda qilar edi deb ma'no etamiz. Mudayat. Tushunarmi? Aslida shu mudari, lekin shu mudari nimani o'tgan zamondagi bir ish takrorlanganligini, hamisha odat ekanligini, davomlashganligini bildirdi. Masalan, law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum dawtadu. Yani agar yuti'ukum ki bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar sizlarga davomli itoat qilgan bo'lsa, u law yuti'ukum istimrorni bildirdi bizga. Bu payg'ambar sizlarga davomli law degan nima kirdasida fe'l madiga kiradigan narsa. Law yuti'u degan cho'q fe'l mudari in deb kirish kerak fe'l mudari degan. Lekin law kiydi bizim bildik men yuti'uning ma'nosi fe'l madi ma'nosi kerak. Lekin yuti'uni nima ishlatdi deb aytsa istimror. Davomli. Yani u payg'ambar sizlarga davomli agar siz itoat qilgan bo'lsa edi, nima bo'ladi? Fikatini nurg'ulg'ashda minal amri, yani ishtim bo'lgan nurg'ulg'ashda sizlarga itoat qilgan bo'lsa edi, la'anittum. Sizlar albatta jafo qilgan bo'lardi. Albatta jafo chekkan bo'lardi. Chunki payg'ambar Alloh taolaning bildirishidan sizlarga nimaning foydali, nimaning ziyonli ekanligini biladi. Sizlar-chi, sizlarning o'zingizlarga nimaning ziyonli, nimaning foydali ekanligini bilmaysizlar. Agar payg'ambar sizlarga gapini tinglagan bo'lsa edi, davomli bo'lin. Siz bu dunyo oxiratda jafoda qolgan bo'ladinglar. Degan yerda mishadi law istamarra ala itaatikum. Yani u payg'ambar sizlarga itoat qilishga davomli chivagan bo'lsa da o'tadi. Tushunarmi? Ajob deganki, madar yomon muhim.
Yamanca çıkıdı Kur'an-ı Kerim'de. Anladın? İnçki meseleler dersimiz çekti olsun. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil